Mahsulot tanaga kirib, patologik o'choqlarni qidiradi va kasallarning rivojlanishini to'xtatib, odamlarni ulardan xalos qiladi. Hayotiy jarayonning normal rivojlanishini buzilishining sababini informatsion RNK darajasida olib tashlaydi. Noyob terni tozalash vositasi nozik terni tinchlantiradi, yallig'lanishni ketkazadi, terni tiklaydi va tekislaydi. Bezarar va xavfli hujayralarning rivojlanishini to'xtatish orqali ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu mahsulotning asosiy komponenti barcha to'qimalarning tiklanishiga yordam beradi. Teriga yoshartiruvchi va jonlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Tabiiy ravishda terning qarish jarayonini sekinlashtiradi. Hatto chuqur ajinlar bilan ham kurashadi. Kollagen sintezida ishtirok etadi. Yuz tanani tekislaydi. Metabolik jarayonlarni yaxshilaydi. O'sish gormonlarini ishlab chiqarishga yordam beradi. Moddalar almashtiruvini yaxshilaydi. Qandagi yog' miqdorini pasaytiradi. Qon tomirlarining sklerotik blashkalar bilan ko'payishidan himoya qiladi. Qon bosimini pasaytiradi. Miya qon almashishini kuchaytiradi. Ishlash qobiliyatini bir necha bor oshiradi. Immunitet tizimining hujayralarini ishlab chiqarishni kuchaytirib, organizmning himoya funksiyalarini oshiradi va organizmning tashqi qo'zg'ashlarga chidamchiligini yuqorilashtiradi. Arginin tufayli erkaklarda prostata bezining ishi normallashadi. Potensiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Erkaklarning bepushligi va prostataning adenomasini ajoyib profilaktikasi. Ayollar uchun foydasi ruhiy holatni normallashtirishdir. Qo'shimcha hayzdan oldingi asablashishni bartaraf qilish va ishlash qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Fibrillar oqsil ishlab chiqarishni faollashtirish orqali arginin terning erta qarishini oldini oladi va uni mustahkam hamda elastik qiladi. Qozog'iston Oshxona ittifoqi tomonidan berilgan davlat ro'yxatidan o'tilganlik to'g'risida guvohnoma bilan tasdiqlangan 100% tabiiy mahsulot. Inson tanasining hujayralarini o'zini boshqarish va o'zini tiklash jarayonida aminokislotalar shohi. Sog'lom hayotingizga kalitingiz. Bir tomchida uzoq umr va yoshlik.